Assalomu alaykum qarindoshlar, akalar, opalar, singillar, jiyanlar, hammalaring sog'misizlar? Xonadonlaring tinchmi? Ro'zalar bilan qiynalmayapsizlarmi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringning xonadonlaringda xursandchilik, yaxshi kunlar bo'lsin. Ro'zalarga o'zi qo'llab-quvvatlasin, Allohim kuch-quvvat madad bersin. Bir narsani ko'rsatmoqchi edim, mana shu Sirdaryoni bo'yida Bomba kanalini qo'shilgan joyi bor ekan, Sirdaryo bilan. Mana shu yerda baliqlarni ko'rayotgan bo'lsalaring, qaranglar mana. Serop baliq. Nihoyatda ko'pman. Kattasi ham bor, u pastlarda yaxshi ko'rinmayotgandir u. Bu yerdan mana shu yerdan issiq suv chiqar ekan. Lichebni. Shu yerga kelib baliqlar licheni olar ekan. Qaranglar, mana bu baliqlar ko'pi kasal baliqlar ekanda bular. Qaranglar. Mo'jiza ekanda, shunaqa licheni oladigan joy ekanda. Qarang, baliqlarni ko'pligini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu yaxshi narsani sizlar bilan bo'lishga kelibdi. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Safardinglarda ham hammalarini sog' salomat qilsin.